Jamshid Rajabovich. Xalq deputatlari tuman kengashining 22-sessiyasiga 25 nafar deputatlarning 18 nafari ishtirok etmoqda. 7 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra sessiya ishida qatnashmayapti. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Sessiya ishiga tuman hokimi, tuman hokimining o'rinbosarlari, tuman korxona va tashkilot rahbarlari, huquq targ'ibot idoralari rahbarlari, siyosiy partiyalar raislari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqdalar. Taklif etilganlarning barchasi sessiya ishida qatnashmoqda. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan sessiya kotibini saylashimiz kerak. Sessiya kotibligiga 23-Ko'lyon saylov okrugidan deputat Ruziyev Umid Ochilevich sessiya kotibi etib saylash taklifini kiritaman. Takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Deputat Ruziyev Umid Ochilevich, marhamat, o'z o'rningizni egallashingizni so'raymiz. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyaning kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi va ish reglamenti sizlarga tarqatilgan. Kun tartibi va ish reglamenti bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Boshqa takliflar bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi P16-sonli O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmonning tumanda ijrosi yuzasidan 2025-yil yakunlari haqida hisobot berish uchun so'z tuman hokimi Xudoyev Jamshid Rajabovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF16-sonli O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosi tizimli va barvaqt tashkil etish maqsadida tuman hokimining 4 bob 33 ta maqsad 65 bandlik 2025-yil 27-fevraldagi qarori qabul qilindi. Davlat dasturining bajarilishiga mas'ul tegishli idoralar hamda tuman ishchi guruh rahbarlari belgilangan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli ijrosini ta'minlash uchun shaxsiy mas'uliyat belgilandi. Hamda davlat dasturi ijrosi samarali va barvaqt tashkil etish maqsadida chora-tadbirlar belgilab olindi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda tuman davlat dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirildi. Natijada 2025-yil yakunlariga ko'ra tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning barcha asosiy sohalarda barqaror va sezilarli o'sish sur'atlari ta'minlandi. Iqtisodiyot sohasida 2025-yil 1-yanvar-dekabr oylari yakuni bilan sanoat mahsulotlari hajmi 1,7 trillion so'm, 107,1% ga. Qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmi 6,1 trillion so'm, 104,6% ga. Qurilish ishlari hajmi 0,7 trillion so'm, 119,4% ga. Hamda bozor xizmatlari hajmi 1,5 trillion so'm, 115,5% ga o'sishi ta'minlandi. Jondor tuman mahalliy byudjetining daromadlari 2025-yil yakunida 135 milliard so'm belgilangan bo'lib, haqiqatda 138 milliard 521 million so'm tashkil etdi yoki mahalliy byudjet bo'yicha belgilangan reja 102,6% ga bajarilishga erishildi. Zardor tajribasi asosida Zarafshon mahallasi fuqarolar yig'inida o'tuvchi Zarafshon daryosida sohil bo'yi loyihasi amalga oshirish uchun respublika byudjetidan 7,5 milliard so'm mablag' ajratilib, infratuzilma bilan ta'minlandi. Zarafshon daryo qirg'og'ining o'ng tomonida 0,58 gektar yer maydonida auksion orqali 279,7
million so'mga sotib olingan. Hozirgi kunda sohilbo'yi savdo va ko'ngilochar obyektlar qurilish ishlari davom etmoqda. Shuningdek, Zarafshon daryasi chap qirg'og'ida ham Buxoro tizimlari havza boshqarmasi bilan 5 yilga shartnoma tuzsa, shartnoma tumanida 18 ta tadbirkorlar yengil konstruksiyali obyektlar o'rnatishga ruxsat berildi. Ushbu loyihalar amalga oshirish natijasida 615 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini Mahmud Tarobiy ko'chasi 500 metr qismida 24 ga 7 rejimda faoliyat ko'rsatish loyihasi amalga oshirish uchun respublika byudjetidan 493 million so'm mablag' ajratilib, infratuzilma bilan ta'minlandi. Ushbu ko'chada yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etish va mavjudlar faoliyatini kengaytirish hisobiga 115 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Ko'rgan bo'lsangizlar, mana yo'lning narigi betida hozir yengil tipdagi konstruksiyalik obyektlar tashkil qilyapmiz. Xudo xolasa bu ham bir 10 kun 15 kun ichida ishga tushiramiz bularni. Tijorat banklari tomonidan amalga oshirilgan ishlar kichik va o'rta biznes yo'nalishida 2025-yilda 581,8 milliard so'm ajratish belgilangan bo'lib, yil yakuni bilan 600,2 milliard so'm yoki rejaga nisbatan 103% da kredit mablag'lari ajratildi. Shuningdek, dasturlar doirasida 2025-yilda 163 milliard so'mga kredit ajratish belgilangan bo'lib, yil yakuni bilan 192,3 milliard so'm yoki rejaga nisbatan 118% ga kredit mablag'lari ajratildi. Sayxunobod tajribasi asosida 2025-yil davomida 50 ta mahallalarda 2080 ta mikroloyihalar amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, yil yakuni bilan 2127 ta yoki rejaga nisbatan 102% da mikroloyihalar amalga oshirish natijasida 4318 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Aholi bandligini ta'minlash va kambag'allik qisqartirish yo'nalishi bo'yicha 2025-yil boshida kambag'allik darajasi 9,5% dan 2026 yil 1-yanvar olatiga 3,5% ga tushirilishi ta'minlandi. 2025-yil davomida kambag'allik reyestriga kirgan 1049 ta oilaning 3187 nafar oila a'zolariga barqaror bandlik yo'nalishida xizmatlar ko'rsatilib, kambag'allikdan chiqarildi. 2025-yil bandlik dasturi doirasida 23704 nafar aholi bandligi ta'minlash belgilangan bo'lib, yil oxiri bilan 24076 nafar yoki rejaga nisbatan 102% aholi bandligi ta'minlandi. Endi bu albatta bu mavsumiy ishchilarimiz bilan birga 24 mingdan ortiq. Men o'zim o'ylayman bu kam. Baribir biz doimiy ish o'rinlariga mana boshimda komandamiz bilan e'tiborni alohida qaratishimiz kerak bo'ladi. Ko'proq ish o'rinlarini yangi mehnat bozoriga kirib kelayotgan fuqarolarimiz, migratsiyadan qaytgan fuqarolarimiz bilan ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi. Investitsiyalar va tashqi savdo masalalarida to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar Jondor tumanida 2025-yilda jami 46,7 million dollarga teng to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb qilinishi belgilangan. Amalda 2025-yilda 22 ta loyihalar hisobidan qiymati 120,5 million dollarlik to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirishga erishildi. Yillik rejaga nisbatan 258% ga bajarganmiz. Misol uchun, Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'ini hududida Hinon Invest MCJ qo'shma korxonasi tomonidan paxta xomashasini ekish maqsadida o'zlashtirilmagan yerlarni o'zlashtirish loyihasi negizida 49,5 million dollarlik to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida Roastar Transglobal MCJ tomonidan transport xizmatini rivojlantirish loyihasi negizida 7,2 million dollarlik to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Hududiy investitsiya loyihalari doirasida tumanda 2025-yilda umumiy qiymati 618,7 milliard so'mlik, ya'ni 51 million dollarga teng bo'lgan 72 ta hududiy investitsiya loyihalari amalga oshirilishi hisobiga 1072 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Qurilish yo'nalishida 2025-yilda hududda davlat dasturlari doirasida jami 39 ta obyektlarda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirish uchun 111,4 milliard so'm mablag'lar yo'naltirildi. Investitsiya dasturlari doirasida 9 ta, ya'ni 3 ta maktab va bitta maktabgacha ta'lim muassasasi obyektlarida qurilishlari yakunlanib foydalanishga topshirildi. Shu bilan birga tashabbusli byudjet dasturlari doirasida 24 ta, driver loyihalari bo'yicha 2 ta va suda mablag'lari hisobida 6 ta obyektlarda qurilishlar yakunlanib foydalanishga topshirildi. Bu joylar qurilish sohasida 2025-yilda uy-joy qurilish dasturi doirasida jami 319 xonadonli 8 ta ko'p qavatli turar joylar, binolar qurilib foydalanishga topshirildi. Bu ham bitta bizga tarixiy nima deydi, raqam, tarixiy natija. Jondorda biron yil buncha xonadon topshirilmagan. 30 tadan 70 tagacha xonadon topshirilgan.
bir yil endi bu yilga kamiga 500 xonadon topshirish reja olganmiz 2026-yilda. Yo'llarni ta'mirlash. 2025-yilda umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari va ichki yo'llarda 11,4 kilometr yo'llar asfaltlashtirildi. 57 kilometr umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari joriy ta'mirlandi. 3,5 kilometrdan ortiq qismida asfaltobeton qoplama bilan qayta qurish ishlari amalga oshirildi. 5 zona ko'priklarda qurilish, ta'mirlash va rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Ichki avtomobil yo'llarida 29,5 kilometr uzoqlikdagi tuproq yo'llar shag'allashtirildi. Hozir 26-yilga nechta 9 ta ko'prik reja qilyapmizmi? Xudo xolasa bu yilga yana 9 ta ko'prikni qayta rekonstruksiya qilish reja qilganmiz. Bu ham mana 1 yilda biron yil 5 ta ko'prik rekonstruksiya bo'lmagan tumanda. Elektr ta'minoti bo'yicha 2025-yilda 195 ta transformator punktlari, 536,5 kilometr elektr uzatish tarmoqlari joriy ta'minlandi. Elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida 77 ta transformator punktlari va 307 kilometr uzatish tarmoqlari mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, 15 ta yangi transformator punktlari 24,3 kilometr elektr uzatish tarmoqlari yangidan qurildi. 350 dona yangi tayanch ustunlari o'rnatildi. Bundan tashqari 40 mingtalik podstansiyamiz yangilandi. Mana tuman markazining o'zi eng katta podstansiyamiz tuman markazida joylashgan 10 mingtalik edi. Shuni 40 mingtalik Xitoydan katta podstansiya keltirib o'rnatdik. Bu ham to'liq yangilandi. 20-25 ming kilovat atrofida adashmasam iste'molimiz rezervi bilan buni ham qilib qo'ydik. Tabiiy gaz va suyultirilgan gaz ta'minoti. Aholi tabiiy gaz bilan ta'minlashni yaxshilash maqsadida tasdiqlangan dasturlar doirasida 48,2 kilometr gaz tarmoqlari tozalandi va 8 ta gaz savdolash punktlari ta'minlandi. Natijada 19,380 ta aholi xonadonlari tabiiy gaz ta'minoti yaxshilandi. 2025-yilda 80,7 million kub metr tabiiy gaz va 3075 ton suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Yangi aholi massivlari ijtimoiy iqtisodiy obyektlar gaz bilan ta'minlash uchun 18,3 kilometr gaz tarmoqlari yangidan qurildi. Bu xabarlaringiz bu mana tumanga keladigan katta magistral gaz quvurimiz to'liq yangilandi. Bu ham necha yil bo'lgan gaz quvuri? 80-yillarda qilingan gaz quvur to'liq yangidan nima qilindi? Mana bu yil Kulon, Xundonak mahalla fuqarolari ham o'zi sezdi bu o'zgarishlar. Qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 8-apreldagi 205-sonli qaroriga asosan 2025-yilda 141 ta obyektlarda 933,4 kilovat quyosh panellari o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 236 ta obyektlarda 6,37 megavat quyosh panellari o'rnatishga erishildi. Bu 700% ga bajardik. Bu ham tarixiy ko'rsatkich. 7 barobar ko'p qo'yganmiz. Yashil makon loyihasi dasturi bo'yicha 2025-yilda Yashil makon milliy loyihasi doirasida bahor va kuz mavsumida 1,96 dona ko'chat ekilib, reja 105,4% ga bajarildi. Tumani Darvesh va Aleli mahalla fuqarolari yig'inida yarim gektardan yer maydonlarida mening bog'im loyihasi doirasida 2 ta bog' tashkil qilindi. Oyto'g'di mahalla fuqarolar yig'inida 20 sotix yer maydonda homiylar tomonidan mahalla bog'i tashkil qilindi. Demun mahalla fuqarolar yig'inida hududida mahalla yetiligi tashabbusi bilan 2 gektar yer maydonda mahalla bog'i, mevali bog' tashkil qilindi. Endi bu yo'nalishda baribir ishlarimiz yetarli emas. Mana bilasizlar, cho'l hududimiz katta. Mana shu cho'l hududimizda o'rmon qoplamini ko'paytirish bo'yicha ishlarni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'yicha o'zimiz hisob kitoblarimiz bor. Mana nimada A380 magistral yo'limiz yoqasida daraxt ekish boshladik. Hozirda 500 ming tub ekdik. 500 ming tub saksovul ko'chatini ekdik, lekin yana kattaroq maydonlarni reja qilganmiz ekish. Qishloq xo'jaligi sohasida tumanda 2025-yilda 46 ming tonna paxta va 80 ming tonna g'alla hosil yetishtirishga erishildi. Tumanda 2025-yilda 3790 gektar yer maydonlari o'zlashtirilib, qayta foydalanishga kiritildi. Jondor tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi 2025-yilda 60,9 kilometr
ariq va kanallar dasturlar asosida betonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy qilish yuzasidan jami 9603 ming gektar suv tejash texnologiyasi amalga oshirilib, 22,99 million kub metr suv iqtisod qilindi. Bu yo'nalish bo'yicha biz viloyatda birinchi o'rinda, ya'ni yerlarni lazerlash va suv tejash texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha hozir eng oldinda ketamiz. Ariqlarni betonlashtirish bo'yicha ham viloyatda birinchi o'rinda biz. Chorvachilikda yillik o'sish sur'atini kamida 102,9% ga yetkazish yuzasidan chora-tadbirlar dasturi to'liq ishlab chiqildi. Joriy yilning shu kuniga qadar qaramollar bosh soni 143,100 ta boshga yetkazish va qo'y echkilar bosh sonini 371 ming boshga, parranda bosh sonini 2,3 million boshga, go'sht ishlab chiqarishni 36,9 ming tonnaga, sutni 120,6 ming tonnaga yetkazish va 146 million dona tuxum ishlab chiqarish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari bajarildi. Ijtimoiy soha bo'yicha hozirda tumanda jami 188 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat ko'rsatmoqda. Shundan 34 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 12 tasi davlat xususiy sherikchilik asosidagi, 140 tasi oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari. Mazkur tashkilotlarda 12,181 nafar bola tarbiyalanmoqda. Tumanda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar qamrovini yanada kengaytirish maqsadida 12 milliard so'm markazlashgan mablag'lar hisobidan quyidagi ishlar amalga oshirildi. Birta 360 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yangidan qurildi. Ikkita davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rekonstruksiya qilindi. 225 o'rinli 5 ta oilaviy bog'cha tashkil qilindi. Natijada 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalar maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 80,1% ga yetkazildi. Bugungi kunda jami 52 ta umumta'lim maktab faoliyat ko'rsatib, shundan 51 tasi davlat, bittasi xususiy maktablardir. Umumta'lim maktablarining moddiy texnika bazasini yaxshilash, ta'mirlash va jihozlash ishlari uchun markazlashgan mablag'lar hisobidan 16 milliard so'm pul ajratildi. Ma'lumot uchun tumandagi 45-maktabda 120 o'rinli, 8-maktabda 200 o'rinli, 37-maktabda 200 o'rinli, 46-maktabda 240 o'rinli maktab binolari yangidan qurib ishga tushirildi. Joriy o'quv yilida tumanda 5-maktabda Jasorat maktabi, 2-maktabda Rabota texnika, 32-maktabda dasturlash va 1-maktabda muhandislik xonalari tashkil etildi. Shuningdek, 6 ta maktabda mahorat xonalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Joriy yil mobaynida fan olimpiadalari, turli tanlov va musobaqalarda ishtirok etgan 8 nafar maktab o'quvchisi sovrindorlar qatoridan joy oldi. Joriy yilda 2153 nafar bitiruvchilar, 1238 nafari 57,5% oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinib, kirishdagi o'rtacha ball 93,9% bo'ldi. Va tuman viloyatda 6-o'rinni egalladi. Bu ko'rsatishimiz past o'tgan yilga nisbatan. Bu yo'nalishda sal ishlarni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Hozir ijtimoiy yo'nalish bo'yicha o'rinbosarim nimada topshiriq bilan chiquvdi. Men o'ylayman, shu kengash deputatlari ham shu yo'nalishda sal nazorat qilsalar, hurmatli rais, to'g'ri bo'ladi. Bizda manimcha komissiyamiz bor, to'g'rimi? Ta'lim yo'nalishi. Bugungi kunda bitiruvchilar bandlik dasturiga kiritilgan yoshlarni 693 nafari doimiy ish o'rniga joylashtirildi, 365 nafari kasb hunarga o'qitildi, 105 nafari mehnat migratsiyasiga yuborilgan, 1432 nafari oliy ta'lim muassasalariga joylashtirildi. 16 nafariga imtiyozli kreditlar ajratildi. Shu bilan birga Jondor tumani bo'yicha jami 1916 nafar ishsiz va risk guruhidagi yoshlar aniqlandi. Bu ham katta masalamiz. Bu bo'yicha mana alohida ish guruhlar tuzilgan. Og'ir toifadagi yoshlarimiz tegishli huquq muhofaza qiluvchi organ rahbarlariga biriktirilgan. Bundan tashqari tumandagi barcha o'rindagi rahbarlarga otaliqqa biriktirilgan yoshlar bor. Shu jumladan men o'zimga ham 25 yoshni otaliqqa olganman. Ular bilan o'z muntazam ravishda ishlarni olib boryapmiz. Jondor tumani sport maktablarida 2028-yil
AQShda bo'lib o'tadigan Olimpiada va Paralimpiya musobaqalariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida trener va sportchilar muntazam seleksiya, o'quv yig'in mashg'ulotlari va kompleks musobaqalar qatnashtirib kelmoqda. Jumladan, endi bir ikkita ko'rsatkichlarimizni ham aytib o'tishim kerak. Qizimiz Yangiyeva Maftuna 2025-yil 1-13 avgust kunlari Tailandda bo'lib o'tgan boks sporti bo'yicha Osiyo chempionati munosib ishtirok etib keldi. Mardonov Nazokat 2025-yil 22-25 oktyabr kunlari Manama shahrida Bahraynda bo'lib o'tgan 3-yoshlar Osiyo o'yinlarida boks sport turi bo'yicha ishtirok etib birinchi o'rinni olib keldi. Mardonov Nazokat yana 2025-yil 25-sentyabr 9-oktyabr kunlari Ozarbayjon davlatida bo'lib o'tgan 3-MDH o'yinlarida boks sport turi bo'yicha ishtirok etib ushbu nufuzli musobaqada sportchilar g'olib chiqdi hamda Olimpiada sari yana bir qadam tashlashi kutilmoqda. 2025-yilda sog'liq saqlash sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib, aholini uzoq yillar davomida qiynab kelgan qator muammolarga yechim topildi. Tibbiy xizmatlar sifati tubdan yaxshilandi. Tumanimizda jami 40 ta tibbiyot muassasasi faoliyat ko'rsatib, ularda 355 nafar shifokor hamda 1512 nafar o'rta tibbiyot xodimlari aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shu bilan birga tumanda xususiy tibbiyot muassasalari soni 24 tani tashkil etib, shundan 19 tasi ambulator, 5 ta statsionar yo'nalishda bo'lib, 24 dagi ixtisoslik bo'yicha aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Sog'liq saqlash tizimini moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 2025-yilda 2 ta tibbiyot muassasasida qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirish uchun jami 650 million so'm mablag' ajratildi. Joriy yilda profilaktik maqsadda 177.206 nafardan ortiq aholi turli skrining tekshiruvlardan o'tkazilib, minglab kasalliklar erta bosqichda aniqlandi va o'z vaqtida davolash choralari ko'rildi. Endi bu yilda ham bizada bu tibbiyot sohasida obyektlarimiz bor. Mana Qirg'izchi oilaviy poliklinika, keyin Rabot oilaviy poliklinikani to'liq qayta rekonstruksiya qilib, zamonaviy nimada remont qilish ishlari boshlanadi. Ular o'sha issiqlik isitish tizimi ham maydan teplogeneratsiya bilan jihozlanadi, ya'ni odatiy isitish tizimidan voz kechiladi. Eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlanadi ikkita shu poliklinikamiz. Oila va xotin-qizlar sohasida tumanda boshqaruv lavozimida xotin-qizlar ulushi 31% ga, oliy ta'limda talabalar orasida xotin-qizlar ulushi 51% ga oshirildi. 106 nafar iqtidorli qizlarni qiziqishlari bo'yicha qo'llab-quvvatlandi. 5951 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar manzilli qo'llab-quvvatlandi. 105 nafar nizoli oilalar sog'lom turmush tarziga qaytarildi. 60 nafar og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar uy-joylari ta'mirlab berildi. Ayollar daftari jamg'armasi hisobidan 1.466 million so'm mablag'lar xotin-qizlar muammolarini hal etish uchun maqsadda sarflandi. Hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, murojaatnomada 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb nomlash taklif etildi. Albatta, prezidentimiz tashabbusi bilan 2026-yilga berilgan nom ramziy emas, balki aniq dasturiy mazmunga ega. Mana shundan kelib chiqib, bu yil oldimizga qo'ygan rejalar salmoqli. Ko'zlangan marralar erishish uchun avvalo o'z-o'zimizga bo'lgan talabchanlik, ishga nisbatan qat'iy yondashuvni yanada kuchaytirishimiz lozim bo'ladi. Kechagidan ko'ra samaraliroq mehnat qilishimiz, yana ko'proq o'z ustimizda ishlashimiz talab qiladi. Shu bilan birga mazkur ishlarni bajarish yuzasidan ta'sirchan nazorat tizimi o'rnatishda sizni beminnat ko'mak va yordamingizga tayanamiz. Agar barcha bir qadam bosh chiqarib, tumanimiz, viloyatimiz, qolaversa respublikamiz taraqqiyoti, vatandoshlarimiz farovonligi yo'lida jonbozlik ko'rsatsa, ishoning barcha maqsadlarga albatta erishamiz. Mana hozir prezidentimiz ham o'zlarining ma'ruzalarida shu yilga mana o'sha mahallalarda qilinadigan ishlar o'zi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga juda katta urg'u berilib, biz ham mana bu yilga reja qilganmiz. Mahallalarda qilinadigan ishimiz ko'p. 5 ta og'ir mahalla tanlab olingan. Ularni o'sha infratuzilmasiga pullar ajratiladi. Bundan tashqari 2 ta Yangi O'zbekiston qiyofasidagi 3 ta mahalla Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallani tanlab olganmiz. Ularni ham o'z loyihalash ishlarini, o'sha driverlarni aniqlash bo'yicha ishlarni boshlaganmiz. Endi bu yil
Aksariyat ishimiz mahallada boshlab mahalladan davom ettiramiz. Hurmatli deputatlar. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Men tayyorman javob berishga. Shuni bolalar bog'chasida 80% qamroq bo'lishimiz ham 100%ga yaqinlashib qolganmiz. Albatta, bu narsa hozirgi zamonlar men hokim bo'lganimda 12% edi. Biz Jondor tumanimiz, opa uzr gapingizni bo'ldim. Jondor tumani Buxoro viloyatining yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotining 17%ni beradi. Juda katta, endi o'zimizga yarasha yukimiz ham bor, mas'uliyatimiz ham bor, o'rnimiz ham bor qishloq xo'jaligi. Ta'lim sohasida albatta oliy ta'limga qamrov ko'rishamiz. Albatta buni davomlashlar mana shu yo'nalishda ham uzoq yillik tajribamizga suyanib, albatta mana shu yoshlarimizni oliy ta'limga qamrovini xudo xohlasa 2026-yilda ancha oshirishga va o'shani oshirish yo'llari nima qilsak mana yuqori darajaga erishamiz shu albatta ham hammamiz birgalikda harakat qilamiz ko'tarishga. Endi mana shu barcha holatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, xudo xohlasa 2026-yil kunlarida yaxshilik kelishga, mana shu berilgan kengashlarni ko'tarishlarga ishonamiz va biz mana shunday aytmoqchiman, rahmat hammalarga. Mana shu barcha sohada mehnat qilgan va shunday yaxshi natijalarga erishgan hammalariga juda katta rahmat va sizga kuch-quvvat tilaymanki, charchamasdan Rahmat. Endi 26-yilda opa mana endi 26-yilda men hurmatli prezidentimizga va'da berganman, hisobot berganimda 26-yilda Jondor ishsizlikdan to'liq xoli hudud bo'ladi, kambag'allikdan xoli hudud bo'ladi deb va'da berganman. O'sha kambag'al qatlamimiz ham faqat ijtimoiy reyestrga kirgan o'sha nogiron oila a'zolari qolishi mumkin. Lekin o'shalarni mehnatga loyihalansin, mehnatga jalb qilamiz, kasbiy ta'limga, boshqa yo'nalishlarga. Bu bo'yicha ham aniq hisob-kitoblarimiz, rejalarimiz bor men boshlig'imda, komandamda. Bundan tashqari mana boshqa yo'nalishlarda ham mana oddiy qishloq xo'jaligini aytib o'tdingiz. 25-yilda 46 ming tonna paxta xomashyosi yetishtirgan bo'lsak, bu yilga 56 ming tonna paxta xomashyosini yetishtirish mas'uliyatini bo'ynimizga olganmiz. Bu juda katta mas'uliyat bizga. Uni ham albatta amallaymiz. Bu bo'yicha ham hisob-kitoblarimiz bor. Xuddi shunday aytganimdek, ijtimoiy soha obyektlari 300-sonli qarorning o'zida hozir bizda 8 ta ijtimoiy soha obyektini kiritganmiz. Aytib o'tganimda shundan ikkitasi sog'liq saqlash obyektlari bo'lsa, qolgan 6 tasi xalq ta'limi obyektlari. Ya'ni maktab bog'chalarimiz. Bundan tashqari institut dasturlariga ham kiritgan obyektlarimiz bor. Bu yilga endi xudo xohlasa juda katta shu ijtimoiy soha obyektlarini qurishni reja qilganmiz. Mana Navgadi mahallasida 1600 o'rinli katta maktabni reja qilib turibmiz. 26-yilda bu ham ikkinchi yarmligida boshlaymiz. Bu endi bunaqa katta maktab qurilmagan Jondorda.
1600 o'rinli zamonaviy mana shu prezident maktabi tipidagi maktab bo'ladi. 350 o'rinli yonidan bog'cha qurishni reja qilyapmiz. Yangi qurayotgan massivimizda bundan tashqari o'sha yangi Jondor massivini boshlaymiz. Bunda ham 10 ming xonadonli shahar bo'ladi. 30 ming 40 ming aholi bo'ladi. Endi hozir mana Jondor tuman markazida 16 ming aholi bo'lsa, tuman to'liq ko'chirsak ham yana shuncha odam kerak bu massiv to'ldirishga-da. Ya'ni rejalarimiz katta. Mana ABI yo'nalishi bo'yicha tumanni ichimlik suv bilan qamrab olish loyihasini boshladik. O'sha qurilish ishlari boshlandi. Bu ham o'zi 2 yillik loyiha 26-27, lekin davay qilib o'tirmiz. Men Orif akalarni nima qilib qurilish bo'yicha o'rinbosarimni shu yil bilan va'da beryapti, yilning oxirigacha tugatishni. Agar bu loyihani tugatsak 97% bilan 98% bilan. Endi 100% qilamiz. 100% ichimlik suv bilan to'liq tuman qamrab olinadi. Bu ham juda katta bir nima. Hozirgi kunda endi 18% o'zi nima quvurlar orqali 18% qamrab olganmizmi? Sizlar 25% deysizlar, lekin 18% ga suv boradi shuni. Endi bu loyihamiz bundan tashqari tuman markazini 26-yilga markazlashgan kanalizatsiya tizimi bilan nima qilishni, bu ham loyihalash ishlarini tugatdik. Hozir aprel oyida tenderga chiqdi. Nimasi quruvchisi aniq bo'lsa, bu ham shu yil shu birinchi yarim yillikda boshlasak, bu ham 1 yilda tugatamiz. Ya'ni bu yilda biz tuman uchun qurilish yili xudo xolasa. Endi deputatlar sizlar ham qo'llab tursangizlar, qiladigan ishimiz ko'p tumanda. Rahmat. Asosan Amerikada tashriflardan ko'rdik, haqida Pokistonda tashriflardan ko'rdik, xalqaro ijro etadigan darajada hurmatli qo'shnimiz bo'ldi. Bu ham haqiqatan ham qaysidir ma'noda O'zbekistonga ishonchi, investitsiya jozibadorligiga ishonchi, o'zi tinchligiga ishonchi albatta bu. Hozir aytayotgan 2025 yilda taraqqiyot kunlik strategiyasidan 2025 yilga Shunday. Shunday imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib Jondor tumanida tashkil qilingan ishlar uchun rahmatlarga shu hisobotda rahmat aytmoqchimiz. Aytishim kerak, haqiqatan 2025 yilda vaqt boshimizga shu va'da berib, sohil bo'yicha ancha ishlar qilinadi. Tan olishimiz kerak. Shu yerda va'da berib, piyodalar yo'lakchasi bo'yicha Jondor tuman markazida ziyoratgohimizga ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Qiziq ziyoratgohlar ancha ta'mirlashlari ancha birlikdan qo'shilmoqchi. Shunday. Shu yerda Chibirg'on ota ziyoratgohi. Ancha ishlar bo'ldi. Haqiqatan o'stirayman. Ishda ko'p yangi bo'lishi ham tarixiy voqealar ham sektor tarafdorlaridan asosiy to'rtta ko'prik yangi bo'lishi bu olamshumul voqealar deb aytamiz. Ana nasib bo'lsa prezidentimiz bilan sektorlar masalasiga alohida bunday katta ma'lumotlarni nasib bo'lsa shu mustaqilligimizda 35 yilda yaxshi natijalar nasib. Bundan tashqari mana hozir o'sha viloyat hokimimiz ham aytdilar, viloyatimizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bo'yicha katta dastur qarori tayyorlanyapti. Shu qarorga biz ham 17 ta banddan iborat o'zimizni dolzarb muammolarimizni qo'yganmiz. Shuning ichida mana ziyoratgohlarni aytib o'tdingiz, 2 ta ziyoratgohni ham kiritganmiz. Bittasi o'sha Chibirg'on ota ziyoratgohi, ikkinchisi mana bu yerda biz Mahmud Tarobiy ramziy qabrlari bor. Shu ham o'zi madaniy meros obyekti, ham tarixiy obida, ham o'zimiz tilda aytganda mazor joy. Shuni ham rekonstruksiya qilib qayta o'sha atroflarni, devorlarni o'rab olib, o'sha yerda bir maqbara qurish masalasini ham kiritganmiz. Xohlasa buni ham himoyasini qilsak agar bu loyihamiz ham o'tadi. Endi parallelni bu madaniy obyekt meros obyektlarimiz ham qolmasi kerak. Keyin men o'rta akasidan korrupsiya bo'yicha doimiy komissiya a'zosisiz. Bu yo'nalishni ham aytib o'tishim kerak. Doimiy mana biz shu yil boshidan kelishib olganmiz tegishli huquq himoya qiluvchi organlar bilan birgalikda.
Men rahbarligimda tumanda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash yilligini o'zimiz e'lon qilganmiz. Biron kishi kechirilmaydi. Qonun ustuvor jazo muqarrar bo'ladi bu yo'nalishda. Jinoyatchilik bo'yicha mana prezidentimiz so'radilar. Jinoyatchilikni profilaktikasi bo'yicha ham barcha hududlarda ishlarni tashkil qilganmiz. Mana kameralashtirish nimasi o'zi ijtimoiy profilaktika yo'nalishiga. Nachasiga mana bitta yanvar oyini men sizlarga misol qilib aytsam, 25 yanvar oyida 45 ta jinoyat bo'lgan bo'lsa, jami jinoyatlarimiz. 26 yanvar oyida 13 ta bor yo'q jinoyat o'tdi. Bundan tashqari oldin olsa bo'ladigan jinoyatlar yanvar oyida 9 ta bo'lgan bo'lsa tumanda. Bu yilda mana bor yo'q bitta jinoyat o'tdi bizda. Ya'ni o'sha ijtimoiy profilaktika ham o'zini darajasini beryapti. Bu ham mana prezidentimiz tomonidan tashkil qilib berilgan mexanizmning natijasi deb o'ylayman. Mana shu. Rahmat. Jamshid Rajabovich, hurmatli prezidentimiz betakror yurtimizga, oliyjanob xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish barchamizning sharafli va muqaddas burchimiz deb aytgandilar. Mana shu burch asosida mana bugungi kunda tumanda qilayotgan sa'y-harakatlaringizni haqiqatan ham fuqarolar bilan suhbat jarayonida buni ko'rish mumkin, oilalarning farovonligida ham ko'rish mumkin. Bu albatta mubolag'a emas. Shu uchun mana shu davlat dasturlarini bajarilishida albatta sizni komandangiz bilan omad tilaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Biz deputatlar sizni atrofingizda qo'llab-quvvatlab davlat dasturini bajarilishida yordam beramiz. Rahmat, hurmatli rais. Rahmat. Endi bo'shashga haqqimiz yo'q, qiladigan ishimiz ko'p bo'ldi. Rahmat. Maqtanadigan ishimiz ham qilgani yo'q, qilgan ishlarimiz o'zimizniki. Hali oldimizda juda aniq ishlarimiz ko'p. Demakki, xalqning roziligini ta'minlashimiz kerak. Prezidentimiz qo'ygan vazifalarimiz ham ko'p, to'g'ri vazifalar. Rahmat tomonlaysiz. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masala Xalq deputatlari Jondor tuman kengashi va kengash doimiy komissiyalarining 2026-yilga mo'ljallangan ish rejasini tasdiqlab olishimiz kerak. Bu reja barcha deputatlarimizga tarqatilgan, deputatlarimiz bu bo'yicha o'rganib chiqilgan. Shu reja 2026-yilga mo'ljallangan ish rejasini tasdiqlab berishlaringiz kerak. Qo'l ko'tarib, rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala Jondor tumani mahalliy byudjetining 2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Fayzlayev Umedbaxshilayevichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Sessiyamizning 3-chi masalasi bo'yicha Jondor tuman mahalliy byudjetining 2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan belgilangan tadbirlarga mablag'larni yo'naltirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining kengashining 2024-yil 29-noyabrdagi KQB 5B sonli qaroriga asosan mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanish tartibi belgilangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika byudjetining viloyat byudjetining Toshkent shahar byudjetining tumanlar va shaharlar byudjetlarining qo'shimcha manbalarining kamida 30% jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar, tegishli hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashrifiy bayonida nazarda tutilgan tadbirlarni hamda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorlar, farmoyishlarda belgilangan xarajatlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi.
shuningdek ijtimoiy soha obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash va moddiy texnika bazasini mustahkamlash, shuningdek hududlarda yo'l, transport infrastrukturasini rivojlantirish hamda suv va oqova suv ta'minotini yaxshilash bilan bog'liq xarajatlarga yo'naltirish belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22-yil 25-oktyabrdagi PQ 409 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi 666 sonli qaroriga asosan tuman hokimligi huzuridagi fuqarolar tashabbusi jamg'armalariga jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan tadbirlarni moliyalashtirish uchun tuman mahalliy byudjetining 2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 764 million so'm mablag' yo'naltirishi taklif etilmoqda. Ushbu taklifni qo'llab-quvvatlab berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Mana ortilgan pulimiz 30% tashabbusli byudjetga o'tkazishni so'rayapmiz. Kimda qanday taklif bormi? Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi demak 3-masala yuzasidan Xalq deputatlar tuman kengashini qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Kun tartibidagi boshqa masalalarga o'tamiz. Hurmatli deputatlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi alohida tuman va mahallalarni aholining yashash va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida Prezident qarori 298 sonli va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuv asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 49 sonli qarorlarining jondor tumanda ijrosi to'g'risida axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Fayzulayev Umid Baxshilayevichga. Marhamat. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qarori asosida tayyorlangan dastur mahallalarning infratuzilmalarini yaxshilash orqali aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan og'ir mahallalarni rivojlantirish dasturi doirasida Jondor tumanida aholining yashash sharoitini yaxshilash, muhandislik, kommunikatsiya va yo'l infratuzilmasini rivojlantirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etish bo'yicha 5 ta mahalla tanlab olindi. Bular Darveshi, Ko'lyon, Qazoqon, Xumin hamda Qarovul mahallalari. Ushbu dasturga muvofiq 2026-yilda ushbu mahallalarga jami 15 milliard so'm mablag'ni o'z ichiga olgan infratuzilma loyihalarini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, mablag'lar har bir mahallaga 2 milliard so'm respublika byudjeti, 1 milliard so'm mahalliy byudjet hisobidan moliyalashtirishi belgilangan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi alohida tuman va aholini yashashi va tadbirkorlikni faoliyatini bilan shug'ullanish uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 298 sonli qaroriga asosan Jondor tumanida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi doirasida 2 ta mahalla, Jondor hamda Obod mahallalariga 5 milliard so'mdan respublika byudjeti va bitta mahalla, 15 mahalla fuqarolar yig'iniga 5 milliard so'm mahalliy byudjetdan mablag'lar ajratilishi belgilangan.
Xulosa qilib aytish mumkinki, mazkur mablag'lar Jondor tumani mahallalarini zamonaviy va qulay infratuzilma bilan ta'minlashga qaratilgan. Ular aholi turmush sharoitini yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda mahallalarni iqtisodiy rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu loyihalar orqali tumanimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish va aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish imkoniyati mavjud bo'ladi. Mana shu uchta yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar hamda 5 ta og'ir mahallalarga mana shu hozir 5 ta og'ir mahalla bilan tanlaganimiz. Mana Qaror mahallani bilasizlar, chekka hududi, o'sha Taqir qishlog'i. Suv ta'minoti og'ir bo'lgani uchun, suv ta'minoti, elektr ta'minoti uchun aholini yashash sharoitini yaxshilash uchun o'shani tanlab oldik. Xumin mahallasi ham xuddi shunday, o'sha Xumin qishlog'ini borib o'rganganimizga, umuman suv aholiga suv yetib bormaydi. O'sha nimani qildik? Qisqasi, mana shu tanlagan mahallalarimiz hammasida muammosi bor og'ir mahallalarni tanlab oldik. Endi Darveshi mahallasi kimdir aytish mumkin, yaxshi mahalla deb, Darveshiga aholi daromadini yanada oshirish maqsadida bu mahallani nima qildi? Ya'ni o'sha omad tashkilini driver loyiha sifatida tanlaganligi uchun shu mahallani o'tkazdik. Endi 4 ta og'irroq mahalla, bitta sal sharoiti yaxshiroq mahallani tanladik. Xuddi shunday mana 3 ta og'ir mahalla, 3 ta yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla tanlanganda, endi ikkitasiga respublika byudjetidan hurmatli prezidentimiz pul beramandilar, bittasiga rayon hokimlari o'zi pul topsin dedilar. Shunga men nimaga Romish mahallasini men tanlaganim, Oqtepa mahallasiga o'tganlar Parvonlik dasturi asosida o'sha prezident 330-sonli qarorlar bilan mablag'lar ajratilib, ancha ishlar qilindi. Chekka hududimiz bo'lgani uchun, o'shanga tutash hudud bo'lgani uchun Romish mahallasini tanladik. Birato'la o'sha hudud yaxlit obod bo'lsin, shu muammosi qolmasin deb o'sha hududni kiritib yubordik. Endi menimcha shunday deb o'yladik. Obod mahallasini tanlaganimiz, endi bu ham chekka hudud, cho'l hududiga tutash hudud bo'lgani uchun o'shani bir благоустройствосini yaxshiroq qilish, obodonlashtirishni yaxshiroq qilish maqsadida nima qilindi? Nimaki bu yerda ham o'ziga yarasha muammolari bor. Shu yuqori obod deydimi? Chekka qishlog'imiz, yuqori obodda juda og'ir muammolari bor u yerda. Aholining suv ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan, infratuzilma bilan bog'liq bo'lgan muammolari bor. Shuning uchun shu nimani tanladik. Jondor mahallasini tanlaganimiz, Jondor mahallasi tuman markaziga tutash hudud bo'lgani uchun nima oldi? Tuman markazini bosh rejasini ishlayapmiz. Kelajakda tumanga qo'shilib ketadi deb, tuman markaziga qo'shilib ketadi deb, birato'la bilan infratuzilmasini yaxshilab olish maqsadida qilindi bu narsa. Shuning uchun shu 3 ta mahallani o'tirib mutaxassislar bilan maslahatlashib, shu to'xtamga keldik. Agar ruxsat bersanglar, shu ma'qullasanglar yo boshqa bir takliflar bo'lsa, marhamat, biz tayyor. Ishga buni o'sha tegishli qarorlarga nimalar kiritganmiz, to'g'ri? Xuddi shunaqa. Marhamat, hurmatli deputatlar. Hurmatli deputatlar, ushbu masala yuzasidan xalq deputatlari ma'qul bo'lsa, tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, navbatdagi masala aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish hamda ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida. Axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Fayzullayev Umid Baxshilayevga. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillarini takomillashtirish to'g'risidagi PF 17-sonli farmoniga asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tashkil etilgan. Mazkur farmonning 8-bandiga ko'ra, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan xarajatlar xalq deputatlari tuman shahar kengashlari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Shunga ko'ra, bugungi kunda tegishli mas'ul tashkilotlar tomonidan kiritilgan murojaatlarga asosan tuman aholisiga qulay shart-sharoitlar yaratish hamda tashkiliy, amaliy
va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etish bilan bog'liq tadbirlarni ushbu jamg'arma hisobidan belgilangan tartibda moliyalashtirish talab etilmoqda. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK1 sonli qaroriga asosan tumandagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil yanvardagi PK1 sonli qaroriga asosan tumandagi Oqshiq mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash tizimini ta'mirlash xarajatlarini qoplash uchun 43 million so'm, Xo'jaqayron mahalla fuqarolar yig'ini hududida aholini tomorqa yerlarini suv ta'minotini yaxshilash maqsadida o'rnatilgan tik quduqlarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun quyosh panellari o'rnatish xarajatlarini qoplashga 62 million so'm, Zarafshon mahalla fuqarolar yig'inida tungi yoritgichlar va kuzatuv kameralarini o'rnatish xarajatlarini qoplash uchun 150 million so'm mablag'larni moliyalashtirish uchun tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish hamda tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni o'z vaqtida bartaraf etishga jami 255 million so'm miqdoridagi mablag'larni belgilangan tartibda yo'naltirish masalasi qo'yilgan hamda ushbu masalani tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Marhamat, hurmatli deputatlar, kimda qanday taklif bor? Jamshid Rajayev, siz ham bildirishingiz mumkin. Zarafshon mahallasiga kameralashtirish qilayotganimiz, tungi yoritgichlarni qo'yayotganimiz Qizil toifadagi 3 yildan beri jinoyatchilik tushmayotgan bir xil jinoyatchilik oshib kelayotgan mahalla bo'lgani uchun hurmatli prezidentimiz mana bu yilgi 2026-yil 3-yanvardagi birinchi sonli qarorlari bilan shu mahalla menga o'zi 4 ta shunaqa mahalla bor. Tuman prokurorimizga ichki ishlarga, menga ichki ishlar boshlig'ining birinchi o'rinbosariga biriktirilgan 4 ta mahalla, shu bitta mahalla menga biriktirilgan. Shu yerni xavf huquqiga aylantirish maqsadida o'zi to'liq kameralashtirish, tungi yoritgichlarni qo'yish ishlarini amalga oshiramiz. Xuddi shunday Xo'jaqayron mahallasida suv ta'minoti bilan masala bor. U yerda suv bir qismiga Xo'jaqayron mahallaning bir qismiga yetib kelmaydi aholisiga. Shunga o'zi yechim sifatida tik quduqlarga avval fermerlar kengashi tomonidan urilgan tik quduqlarimiz bor. Ularni o'zi ishlatmasak yana bir yil tursa ko'milib ketadi. O'shalarni ishlatib, endi to'kni puli masalasi bo'lgani uchun bir yil quyosh panel qo'yib, quyosh panel bilan ishlatish masalasini qo'ydik. Shu uchun shu mahallaga aholining suv ta'minotini yaxshilashni yechimi sifatida mablag'larni ajratishni reja qilganmiz. Albatta qo'llab-quvvatlasangizlar. Uchinchi masalamiz o'sha mahallasida yangi qurilgan ko'prikdan o'sha suvni turbalari suv ta'minoti mana hozir ko'prikni oshiq mahalla fuqarolar yig'iniga kirishdagi ko'prikni kengaytirdik. Bu yerda endi oldin bu ko'prik umuman kengayishi hisobga olinmagani, barcha kommunikatsiyalar ko'prikni yon tomonga o'tkazilgan. Shuni hozir to'liq kommunikatsiyani ko'chirib, erta hech kim alaq qilmaydigan qilib, o'sha yerda mana suv ta'minoti korxonasi ishladi, o'shani endi moliyalashtirib berishimiz kerak bo'ladi. Qarzga olib qilingan ishlar. Bunisi ko'prik qulolmas. Ko'prik o'zi avariyli edi. Shuni agar ma'qullab bersangizlar, hurmatli deputatlar, shu nima deydi, moliyalashtirishni qilsak. Hurmatli deputatlar, ushbu masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi kun tartibiga qo'yilgan masalalar ko'rib chiqildi. Xalq deputatlari tuman kengashining sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Jamshid Rajayev.